Assalamu alaykum muhtaram televizor ko'rgüchilar. Ko'rayotganinglar Erkin Asiya radiosi Tor televiziyasining atlik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mush bir hafta jarayonida radiomizda berilgan bir qism muhim xabarlarni eslatib o'tmoqchimiz. Mangil Chehra. Xitoyning davlat bayrami munosabati bilan dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlar norozilik namoyishi uyushtirdi. Namoyishlar 10 oyning 1-kuni Kanada, Shvetsiya, Norvegiya, Gollandiya, Avstraliya, Germaniya va Turkiya qatorliq davlatlardagi Xitoy elchixonasi oldida o'tkazildi. Qarshilik namoyishi yana 10 oyning 3-kuni Amerika poytaxti Washingtondagi Xitoy elchixonasi oldida o'tkazildi. Bu namoyishga Washington alayda rayoni atrofidagi shtatlar va boshqa shtatlardan kelgan bir qism Uyg'urlar qatnashdi. Namoyishda Uyg'ur milliy harakati rahbari Rabiya Qadir xonim so'z qilib, Xitoy kommunistlarining Uyg'ur elini besib olganligiga 62 yil to'lganligini, Xitoyning bu jarayonda Uyg'urlar ustidan ig'ir besim va dafsanda qilish siyosati yurgizib kelganligini aybladi. Uyg'ur milliy harakati yetakchisi Rabiya Qadir xonim Xalqaro kechirim tashkilotining 50 yillik xotira yig'iniga alayda taklif qilindi va Uyg'urlarga munosabatlik masalalarni o'tirg'a qo'ydi. Yig'in 6 va 7 oktyabr Avstraliyaning Brisbane shahrida o'tkazildi. Ma'lum bo'lishicha, Rabiya Qadir xonim bu qitimqi yig'inda Xalqaro kechirim tashkiloti yaqinqi yillardan buyon Uyg'urlar uchun qilgan xizmatlarga rahmat aytgan. Rabiya Qadir xonim yana Xalqaro kechirim tashkiloti va G'arb allarini Uyg'ur masalasiga texmo cho'nqur ko'ngil bo'lishga chaqirdi. Amerikadagi Dialog fondi jamiyati doklad e'lon qilib, Xitoyda 2010-yili davlat bexatarligiga tahdid selish qatorliq jinoyatlar bilan turmaga tashlangan 670 kishining ko'p qismining Uyg'urlar ekanligini ko'rsatdi. Bu yil 1-oyda Uyg'ur avtonom rayonlik oliy sudning boshlig'i 2010-yil ichida 376 kishining davlat bexatarligiga tahdid selish jinoyati bilan sudga tortilganligini e'lon qilgan edi. Dialog fondi jamiyati buni naql keltirib, agar mushundaq bo'lgan taqdirda butun Xitoy bo'yicha mazkur jinoyat bilan sudga tortilganlarning yarmidan ko'pragini Uyg'urlarning tashkil qilganligini eskartgan. Dokladda mundaq deyilgan: Mana bu Xitoy hukumatining mazkur jinoyatni Uyg'ur va Tibetlarga o'xshash oz sonli millatlarni jazolash vositasi qilib olganligining ochiq isboti. Xitoy axbaratlariga qaraganda 1-oktyabrdan boshlab butun Uyg'ur rayoni miqyosida aslidagi vaqtliq turish kinishki tuzumi bekor qilinib, o'ltiraqlashish kinishki tuzumi yo'lga qo'yilgan. Xinhua agentligida ko'rsatilishicha, tuzumda Uyg'ur rayoniga boshqa joylardan kelgan har qanday bir ahmi nopusning 3 kun ichida o'ltiraqlashish kinishkisi bejirib bo'lishi. Bu kinishki bilan Uyg'ur elining har qanday yerda o'ltiraqlasha oladiganligi ko'rsatilgan. Bu kinishkiga erishganlar yerliklarga o'xshash imtiyozlardan bahramand bo'ladi ekan. Doiralar 2009-yildagi 5-iyul vaqasidan keyin yig'in chaqirib, Uyg'ur rayonida maxsus ko'chma nopusni boshqarish tuzumini tuzib chiqqan edi. Sayohat, tijorat va boshqa ishlar bilan Xitoy o'lkalariga borgan Uyg'urlarning izchil holda turli kamsitishlarga uchrayotganligi ilgari surilmoqda. Uyg'urlarning bildirishiga qaraganda, Xitoy o'lkalarida Uyg'urlar mehmonxonalarda yetish, hatto taksida o'ltirishdimi tangsiz muomalaga uchraydi ekan. Yaqinda Beijingdan o'z yurtiga qaytib kelgan bir xonim radiomiz ziyoratini qabul qilib, Beijingga borgan mezgilda yotoq ololmaganligini, keyin Uyg'ur o'quvchilarning yordamida yotoqqa aran o'rinlashganligini bildirdi. Yana bir nafar universitet o'qituvchisimi Xitoy shaharlariga yig'in va boshqa sabablar bilan borganda doim bu xil ahvollarga yo'l qilganligini bayon qildi. Torontodagi Uyg'ur jamoati tashkillagan diniy suhbat yig'ilishi 2 yildan buyon izchil davom qilib kelayotgan bo'lib, yig'ilish suhbat ahlining diniy tushanchisini oydinlashtirish va texmo inoq bo'lishga turtki bo'lgan. Diniy suhbat oyda bir qitim o'tkaziladi ekan. Bu diniy suhbatning ahamiyati haqida to'xtalgan diniy zot Ibrohim Qarim mundaq dedi: Yarım asrdan buyon Xitoy kommunist hokimiyatining dinsizlashtirish siyosati ostida yashaganligimiz uchun dindan hech narsa bilmaydigan holatga kelib qoldik. Islom dinining milliy kimligimizni saqlab qolishda o'ynagan roli intayin zo'r. Ibrohim Qarim yana bir millatning ma'naviy dunyosi poklanmay turib ittifoqlashishi va zulmdan qutulishi mumkin emasligini alayda ta'kidladi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar,
Bu qitimliq haftalik muhim xabarlar sahifimiz mushada oxirlashdi. Keyingi qitim ko'rishgaymiz. Xayr xo'sh.